Ko'pchilik mikroavtobus haydovchilari nima uchun Shinrayning M7 yoki X30L modeliga o'tmoqda? Ularda metanda yurish jarayonida qanaqa qiyinchiliklarga duch kelishdiki Shinrayni tanlashmoqda? Bugun mutaxassisning fikrini o'rganamiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozir ana shu savolimizga qisqacha shu javob berib ketsangiz, odamlarga ham bu narsa qiziqdi. Ko'pchilik mikroavtobuslar motor bloki alyuminiydan bo'ladi, lekin aynan Shinray X30L va M7 avtomobillarida bu narsa chugundan bo'ladi. Bu narsani qanaqa foydali tomonlari bor desanglar, avtomobil uzoq masofaga yurganda, dvigatel benzinda yonganda 330-350 gradus temperaturagacha ko'tariladi. Gazda bo'lsa, bu narsa 630-650 gradus, даже undan ham yuqori bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni uzoq yo'lda. Uzoq yo'lda. Bu narsaga yechim qilib motor bloki chugun bilan o'ralgan. Chugun yuqori temperaturaga chidamli bo'lib ishlab chiqarilgani uchun avtomobil uzoq masofada ham qiynalib qolmaydi yurishda. Shunaqa. Xudo xohlasa, o'sha Shinray oladigan bo'lsangizlar yoki misol boshqa avtomobillarni qarasangizlar, o'sha imенно bizaniki chugun bo'ladi. Chugunning afzalligini o'z master akamni tushuntirib berdilar. Temperaturaga, yuqori temperaturaga, ya'ni yuqori temperatura qachon bo'ladi desangizlar, uzoq yo'lda safarga, baribir bu mashina bilan safarlarga, turizmga, asosan turizmga, boshqa narsalarga olamiz, ishlatamiz. Uzoq yo'lda bu ancha chidamli. Cho'ntagingizni ham, vaqtingizni ham tejab beradigan narsa. Sizlarga ham Shinray M7 yoki Shinray X30L modellar kerak bo'lsa, pastda ko'rsatilgan raqamlar bor. O'sha sotuv bo'yicha, boshqa savollaringiz bo'yicha bog'lanib javob olishlaringiz mumkin. Barchangizni avtosalonimizda kutib qolamiz.